Yo, bu azoblash xizmatimikan, ha? Ha, oyoq ko'tim to'g'ri, bitirchilar bu o'ynayapsan. Amaqa trin to'g'ri, tinchlikmi? Xo'p, ko'changizga bolasan ekan, o'zi nima qobiliyatim bor? Ko'rsatchi. Onajonim kechiring, faqat duo qiling. Onajonim kechiring. Amaqa nimaga meni uryapsiz? Nima zaram tegyapti sizga? Amaqa dema meni, iflos. Bo'pti, amaqa deyman, aka deyman. Isming nima o'zi? Yerdan pas? Amaqa men ismi Lason Ko'chengizki bo'ladi. Sochimga qaramang, sochim bu kaltasi pahan og'izib yuborgan. Instagramnikim chiya bo'ri bo'ladi. Cho'qintoy chiya bo'ri. Yozsangiz chiqaman men. O'zi turishing ham, isming ham g'alati bo'lasan ekanda. Amaqa xafagarchilikni yig'ishtiraylik-da. Mendan o'tgan bo'lsa uzr. Sizdan bitta iltimos bor. Xo'p, nima iltimos ekan? Bitta serial olsak, sevgidan kuygan chiya bo'ri emas, cho'qintoy chiya bo'rini xotinini 7 ta pomidordan bittasini yeb qo'ygan degan serial olsak, qalay chiqadi? Qo'shilasiz menga? Qo'y meni buna bemaza ruhlaringni aralashtirmagan uka. Amaqa Instagramda zvezd bo'lib ketamiz, to'xtang, olaylik. Sen bola qo'lingni buni asabimga o'ynaman. Qo'lingni sindirib, yanjirga ayriq tashlayman, tushundingmi? Amaqa o'tib ketyaptilar. Qo'l yediz amaqa. Dang. Asalxon, nima gap? Meni yaxshi ko'rasizmi? Ayting endi. Yana o'sha qizim bilan gaplashib o'tiribsanmi? Ha, hozir o'zim telefon qo'raman. Ha, nima xizmat? Ya, uyingizga qarovchi bir kamaslikdan kelgan. Shuni tosh yuborgin. Yo, belim og'riyapti, jinimsan. O'sha Asilxon qizi uchun tosh yuborasan. Asalxonmi? Asalxon uchunmi? Ketdik bu. Asilxon uchun jigar, bos, Asilxon uchun. Bos. Jigar. Ha, jigar, men senga ishonaman. Tortin davay. Asilxon uchun. Davay, Asilxon qizi uchun. Ah, belim og'riyapti. Mehnatni ham qildinda o'sha Asal uchun ha. Ha, sevaman-da. Ha, akasini eshitganmisan? Akasi yomon solishar ekan ko'chalarda. Ha, ko'chada yomon urishar ekan bor-ku. Ha, sevishni o'sha akasini o'ziga aytalasanmi? Akasi meni hayotda ko'rmagan. Agar sevishimni bilsa bor, urib o'ldirib-yuboradi-yu. Asal uchun aytolmaysanmi sevishni akasiga? Asal uchunmi? Ha, Asal uchun. Burnini yerga ishqayman. Aytib burnini yerga ishqayman akasini. Hozir aytib kelaman. Davay. Asal akangni nomerini ber, meni qo'qadi deb o'ylaysam, akangni burnini yerga ishqayman. Seni yaxshi ko'rishimda akangga aytaman, hozir borib akangga aytaman. Akangning nomerini bor, SMS qilib menga tashlagin. Davay. Akasi yetdi ekan, Asal to'g'ri aytibdi. Shu og'rib aytganda lasovayni sizlar ham zo'r videolar ishlayapti-ya. Akasi yetdi ekan, hozir yoniga boraman, tan sevishimni aytaman. Agar u bu gap gapiradigan bo'lsa, borib uradigan bo'lsa, urib o'ldirib yuboraman. Farqi yo'q. Qarab qoldi. So'ra guruhga yetib keldi. Akasi doim shittolar, shitda bor. Sevishni aytandi. Yo'q. Sen ovoz eshitdi. Latta, siyordimmi, plus? Yet siyordi.